Agar Isroil rostdan ham Amerika bu urushda yutqazishini xohlayotgan bo'lsa, nima uchun bunday qilyapti? Maqsadi Yaqin Sharqda mutlaq nazoratni qo'lga olishmi? Axir ular Amerika dollari va Amerika qo'shinlari hisobiga kun ko'rmaydimi? Amerika yordamsiz qanaqasiga buyuk Isroilni qurishi yoki o'zini himoya qilishi mumkin? Ular kichik bir xalq bo'lsa, mablag'i ham kam bo'lsa, Amerika bo'lmasa Yaqin Sharqni boshqarishga kuchi yetadimi? To'ppa-to'g'ri. Lekin bir narsani tushunish kerak. Bu dunyodagi eng katta yanglishishlardan biri. Go'yoki Isroil faqat Amerika qudratiga qarab qolgandek ko'rinadi, lekin aslida unday emas. Hozirgi hisobotlarga, ayniqsa Epstein fayllarga nazar tashlasangiz, haqiqat boshqacha ekanini ko'rasiz. O'sha mashhur Epstein oroli shunchaki dam olish joyi bo'lgan va u yerda Epstein shunchaki ermak uchun videoga olgan degan gaplar bor. Bu go'yoki shantaj operatsiyasi bo'lmagandek ko'rsatiladi. Masalan, Bill Gates yoki Reid Hoffman kabi milliarderlardan nega bu Jeffrey Epstein bilan aloqa qildingiz deb so'rashsa, ular uning pulini olmoqchi edik deb javob berishgan. Tasavvur qilyapsizmi? Milliarderlar bizga uning puli kerak edi deyapti. Bu qanaqasi? Sizlar shundoq ham milliarder bo'lsangiz, yana nima yetmayapti? Hammasi juda chalkash. Ustiga ustak, u pizza, uzumli soda, jerki, ya'ni quritilgan go'sht va muzqaymoq kabi maxfiy kodli so'zlarni ishlatgan. Bu nima degani o'zi? Aslida Jeffrey Epstein 11-sentyabr voqealariga ham, Liviya masalasiga ham, 2008-yildagi global moliyaviy inqirozga ham aloqador bo'lgan. Ya'ni bu odam barcha katta geosiyosiy o'yinlarning ichida bo'lgan. Xo'sh, bu odam aslida kim edi va nima ishlar bilan shug'ullangan? Sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Islom eskatologiyasida, ya'ni oxirat haqidagi ta'limotlarda bir narsa bor. Unda aytilishicha, nasroniylar va musulmonlar to haqiqiy asl dushmanni anglab yetmagunicha bir-biri bilan urushaverishadi. Siz boya immigratsiya muammosini juda to'g'ri aytdingiz. Bu o'zi bir aylanma siklga aylanib qolgan. Avval Yaqin Sharqda urush chiqarishadi, keyin esa tabiiyki mamlakatni beqarorlashtirib, rejimni ag'darishgach, u yerdagi odamlarga yashash uchun joy kerak bo'lib qoladi. Shundan so'ng aksariyat musulmon davlatlardan chiqqan bu odamlar Yevropaga, ya'ni asosan oq tanli nasroniylar yashaydigan o'lkalarga qarab oqib kelishadi. U yerda esa o'z-o'zidan nizo kelib chiqadi va nasroniylar hamma narsada musulmonlarni ayblay boshlashadi. Ulardan nafratlanishga o'tishadi. Hatto ko'plab videolarda ravvinlarning aslida bu bizga juda ma'qul, gayimlar, ya'ni yahudiy bo'lmaganlar bir-biri bilan urushayotgani biz uchun zo'r deb aytishganini ko'rish mumkin. Odamlar orqada turgan bu katta manzarani, nimalar bo'layotganini ko'rishmayapti. Islom eskatologiyasida esa oxir oqibat nasroniylar va musulmonlar birlashib, aslida nima bo'layotganini tushunib yetishadi deyilgan. Lekin agar haqiqatan ham Isroil Yaqin Sharqda mutlaq hukmronlik o'rnatish uchun Amerikaning bu urushda yutqazishni xohlayotgan bo'lsa, axir ular hozir Amerika dollari va Amerika qo'shinlari hisobiga yashayapti-ku. Amerika yordamsiz ular qanaqasiga buyuk Isroilni qurishi yoki o'zini himoya qilishi mumkin. Ularning aholisi juda kam, puli ham ancha kamayib ketadi. Ular rostdan ham Amerika bo'lmasa, butun Yaqin Sharqni nazorat qilishga qodirmi? To'ppa-to'g'ri. Mana shu narsa dunyodagi eng katta yanglish tushunchalardan biri hisoblanadi. Ya'ni go'yoki Isroil hamma narsada Amerika qudratiga qarab qolgan degan qarash. Aslida esa bu umuman haqiqat emas. Isroil odamlar tasavvur qilganidan ancha ustun va qudratliroqdir. Isroil Yaqin Sharqdagi eng dominant harbiy kuchga ega. Hatto men shunday degan bo'lardimki, aslida isroilliklarning cheksiz kuchini jilovlab, ularni tiyib turgan narsa bu aynan Amerika harbiylaridir. Bu birinchi nuqta. Isroil armiyasi, ayniqsa uning harbiy razvedkasi, ya'ni o'sha mashhur 8200-bo'linma, Unit 8200 juda qudratli. Shuni yodda tutishimiz kerakki, zamonaviy urushlarda gap endi quruqlikdagi katta qo'shinlar haqida ketmayapti. Bu endi klassik ma'nodagi qo'shinlar to'qnashuvi emas. Hozir hamma narsa texnologiyaga bog'liq. Shunday emasmi? Ya'ni dron zarbalari, aniq nishonga olingan suiqasdlar, elektron urushlar, mana shu narsalar hozir ancha muhimroq ahamiyatga ega. Isroilliklar esa bu sohada o'zlarining naqadar yuqori mahoratga ega ekanliklarini allaqachon isbotlab bo'lishgan. Masalan, Hizbullohning pagerlarga qilingan o'sha hujumlarni eslang. Bu bir vaqtning o'zida koordinatsiya qilingan holda amalga oshirilgan pagerlar portlashi edi. Bir o'ylab ko'ring, buni uddalash uchun Isroil qanchalik katta resurslarga va ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak edi. Va unutmang, bu bizga ma'lum bo'lgan ishlarning faqat bittasi xolos. Yana qaytaraman, Isroil harbiylari odamlar ularga beradigan bahodan ancha yuqori va murakkabroq darajada. Lekin ularning asosiy o'yin uslubi, ya'ni o'zlarini yashirish, o'zlarini zaif va go'yoki Amerika qudratiga butunlay qaram kirib ko'rsatishdir. Bu shunchaki ularning o'yin rejasi xolos. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundaki, siz Isroil deganda faqat Isroil davlatini tushunasiz. Lekin bu ham xato. Isroil davlati istalgan vaqtda butun dunyodagi yahudiy diasporasining kuchidan foydalana oladi. Shunday ekan, agar siz Nairobi yoki Cape Towndagi boy yahudiy tadbirkor bo'lsangiz, katta ehtimol bilan Mossad bilan aloqalaringiz bor. Buni biz Epstein fayllari orqali aniq bilamiz. 20-asr boshlariga nazar tashlang va Meyer Lansky kabi gangsterlarni yoki Whitney Webb yozgan narsalarni ko'ring. Bilmadim, siz Whitney Webb bilan intervyu qilganmisiz? Juda ham xohlardim. U haqiqatdan ham ajoyib ayol. U o'z ishlarida Meyer Lansky va o'sha birodarlik oilalari, bularning barchasi Isroil davlati bilan juda yaqin aloqada bo'lgan yahudiy oilalar ekanligini hujjatlar bilan isbotlab bergan.
Aslini olganda ularni shunchaki oddiy gangster yoki jinoiy to'da a'zolari bo'lgan deb bo'lmaydi. Ular aslida Yahudiy diasporasi nomidan harakat qiluvchi operativ xodimlar edi. Ularning asosiy vazifasi Isroilni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan moliya tizimini yaratish, qurol-yarog' yetkazib berish va siyosiy homiylikni shakllantirish bo'lgan. Va tasavvur qiling, bu jinoiy tarmoqlar vaqt o'tishi bilan shunchaki yo'q bo'lib ketmadi. Nima bo'ldi? Ular milliy xavfsizlik apparati bilan qon qarindosh bo'lib, tizimning ich-ichiga kirib ketishdi. Chunki esingizda bo'lsa, CIA, ya'ni Markaziy razvedka boshqarmasi o'z vaqtida aynan mafiya ko'magida tashkil etilgan. Bu yerda ham Yahudiy mafiyasi ham Italyan mafiyasining yordami juda katta bo'lgan. Nima uchun bunday bo'lgan? Chunki sovuq urush davrida Markaziy razvedka boshqarmasida hali dunyo bo'ylab keng tarqalgan tashqi razvedka tarmoqlari yo'q edi, lekin Yahudiylar va Italyanlarda bunday tarmoqlar allaqachon mavjud edi. Shuning uchun ham aynan o'sha jinoiy tarmoqlar orqali qurol-yaroqlarni turli joylarga yashirincha tashishdan. Demak, bu shuni anglatadiki, mafiya dunyoning turli chekkalaridan qurol-yaroqlarni yashirincha tashib, yetkazib berib turgan. Shunday qilib, gap aslida Isroil davlati degan aniq bir geografik hudud haqida emas, balki butun dunyo bo'ylab tarqalgan va birgalikda ishlaydigan Pax Judaica deb nomlangan yaxlit bir tizim haqida ketmoqda. Shuning uchun ham siz bu tizimni Pax Judaica deb atayapsiz. Xo'sh, agar Epstein Isroil uchun ishlagan bo'lsa, uni Leslie Wexner va Leon Black kabi Yahudiy sionistlar moliyalashtirgan bo'lsa, garchi ular Amerikada yashasa ham, bu baribir o'sha bitta katta g'oyani va o'sha esxatologiyaga, ya'ni oxirat haqidagi ta'limotga bo'lgan ishonchni qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Ya'ni bular bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham Hasan Paykek kabi odamlar buni shunchaki fashizm deb atashsa, bu juda yuzaki yondashuv bo'ladi. Bu aslida Xabat Lubavitch oqimiga va Ravvin yahudiyligiga borib taqaladigan yahudiy ustunligi g'oyasidir. Bu esa asl Tavrotga asoslangan yahudiylikdan butunlay farq qiladigan narsa. Tucker Carlson ham aynan shu nuqtaga e'tibor qaratgan edi. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda tushunish kerak bo'lgan eng asosiy narsa shundaki, Isroil davlati bu ulkan rejadagi shunchaki bir vosita xolos. Siz Xabat Lubavitch haqida gapirdingiz. Aslida bu oqim Sabatayn Frankis deb ataladigan harakatning hozirgi zamon ko'rinishidir. Men bu haqda o'z ma'ruzalarimda ham batafsil to'xtalganman. Epstein fayllarga chuqurroq nazar tashlasangiz, bir narsani aniq sezasiz. Bu odam davlatlardan ham yuqori turgan. Uzoq vaqt davomida hamma uni shunchaki Mossad agenti, Epstein oroli esa Bill Clinton yoki Bill Gates kabi qudratli amerikaliklarni tuzoqqa tushirib, ularni sharmandali holatlarda videoga oladigan shantaj operatsiyasi deb o'ylashgan edi. Lekin hozirgi ma'lumotlar va o'sha maxfiy fayllar shuni ko'rsatyaptiki, yo'q, bu unday emas ekan. Epstein oroli shunchaki dam olish maskani bo'lgan va u hammani shunchaki o'zi uchun videoga olgan. Bu shantaj operatsiyasi bo'lmagan. Hatto Bill Gates va Reid Hoffman kabi milliarderlardan nega bu Jeffrey Epstein bilan birga yurgansizlar deb so'rashganda, ular biz uning pulini olmoqchi edik deb javob berishgan. Tasavvur qilyapsizmi? Sizlar milliarder bo'la turib, nega yana uning puliga muhtojsiz? Bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari u pizza, jerki va muzqaymoq kabi mutlaqo bema'no kodli so'zlarni ishlatgan. Bularning hech biri mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Lekin agar siz uni shunchaki bir davlat agenti emas, balki ma'lum bir oxirat rejasini amalga oshirishga urinayotgan harakatning, ya'ni Xabat Lubavitch odamlarining operativi deb bilsangiz, hammasi mantiqli ko'rinadi. Chunki bu harakatning rahbari Ravvin Schneerson o'zini messiya, ya'ni xaloskor deb da'vo qiladi. Epstein esa ushbu harakatga dunyoviy yutuqlar orqali yordam berib, ularning oxirat haqidagi rejalarini amalga oshirishga harakat qilayotgan operativ edi. Ular oxir zamonni tezlashtirishga, dunyoni vayron qilib, keyin uni o'zlaricha ta'mirlashga urinishyapti. Ularning tilida bu najot va dunyoni ta'mirlash deb ataladi. Xo'sh, endi bir o'ylab ko'ring. Jeffrey Epstein o'lganidan keyin uning o'rnini kim egalladi? O'zingizga savol bering. Jared Kushner kim o'zi? Nega u Ukraina tinchlik muzokaralarida ishtirok etyapti? Nega u Trump nomidan Isroilga maxsus vakil bo'lib boryapti? Nega Eron bilan bo'ladigan tinchlik muzokaralarida u qatnashyapti? Steve Witkock va Jared Kushner Ukrainaga borib, urushni tugatish uchun Putin bilan muzokara o'tkazdilar. Zelenskiy bilan uchrashdilar. Ular Netanyahu bilan juda yaqin. Trump nomidan eronliklar bilan gaplashdilar. Kim bular o'zi? Jared Kushner bu aslida Jeffrey Epsteinning o'rnini bosuvchi yangi figuradir. Agar masalaga shu tomondan qarasangiz, hammasi o'z joyiga tushadi. Bu odamlar nima qilmoqchi? Ular o'sha oxirat ta'limotini, esxatologiyani amalga oshirmoqchi. Ular dunyo voqealarini shunday yo'naltirishga harakat qilishyaptiki, natijada dunyoning tanazzuli va qulashi tezlashsin, xuddi Epstein qilganidek. Esingizda bo'lsin, bizda Epsteinning elektron pochtalarining ko'pi bilan 50% bor, xolos.
balki bor yo'g'i 2% bizga ma'lumdir. Biz uning 11 sentyabr voqealari paytida nima bilan shug'ullangani haqida deyarli hech narsa bilmaymiz. Masalan, o'sha paytda butunlay yo'q qilingan Cantor Fitzgerald firmasi raisi Govard Lutnik haqida ko'p narsani bilmasligingiz mumkin. Uning firmasidan 600 kishi halok bo'lgan edi. Tasavvur qilyapsizmi? O'sha kundagi 3000 ta qurbonning qariyb 4dan 1 qismi aynan uning ishchilari bo'lgan. Lekin qarangki, mo'jiza tufayli uning o'zi ham, ukasi ham o'sha paytda u yerda bo'lishmagan. G'alati shunday emasmi? Va hozirda u Trump ma'muriyatida savdo kotibi bo'lib ishlayapti. Eng qizig'i, uning qo'shnisi Epstein bo'lgan. Epstein 9-binoda yashagan bo'lsa, Govard Lutnik 11-binoda yashagan. Ko'ryapsizmi? 9 va 11. 11 sentyabr voqealari bilan qanday g'alati o'xshashlik. Shundan ham taxmin qilish mumkinki, bu yerda qandaydir aloqa bor. Jeffrey Epstein 11 sentyabr voqealariga ham, Liviya masalasiga ham, 2008-yildagi global moliyaviy inqirozga ham aloqador bo'lgan. Ya'ni bu odam barcha katta geosiyosiy o'yinlarning ichida bo'lgan. Xo'sh, bu odam aslida kim edi va nima ishlar bilan shug'ullangan? Agar yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, u qilgan ishlar bugun Jared Kushner, ya'ni Jared Kushner qilayotgan ishlarga juda o'xshash. Kushner hozir moliya sohasida ishlayapti, saudiyaliklardan $2 milliard oldi va hozir Yaqin Sharqdagi voqealarni o'z xohishiga ko'ra boshqarmoqda. Maqsad esa shu, Tucker Carlson ham aytganidek, oxiratni, ya'ni oxir zamonni yaqinlashtirish. To'ppa to'g'ri. Lekin bilasizmi, bu haqda gapirish juda qiyin, chunki Xabat Lyubavich mavzusi go'yoki yopiq va o'ta nozik mavzu hisoblanadi. Men Tucker Carlsonning bu boradagi suhbatini ko'rdim. U aslida hech qanday ortiqcha gap aytgani yo'q. U shunchaki ochiq manbalarda bor bo'lgan ma'lumotlarni keltirdi xolos. Shunga qaramasdan, u Xabat Lyubavich nomini tilga olgani uchungina internetda qattiq hujumlarga uchradi. Lekin butun dunyodagi tizim qanday ishlashini tushunmoqchi bo'lsangiz, aynan shu oqimni o'rganishdan boshlashingiz kerak. Ularning oxirat haqidagi ta'limotini, Ravin Schneerson kim bo'lganini va nima ishlar qilganini ko'ring. Internetda Schneersonning Netanyahu bilan gaplashib turgan mashhur videosi bor. Bu 80-yillarda olingan video. U yerda u Netanyahuga Messiyani qaytarishimiz kerak. Bu jarayonni tezlashtir do'stim, yeb yo'lvoradi. We have to bring him back. Let's speed it up, man. Okay? Xuddi shunday, uni jarayonni tezlashtirishga undaydi. Demak, siz haq ekansiz. Isroil bu ulkan tizimdagi shunchaki bir shaxmat donasi xolos. Bu narsa Isroildan ham, biz bilgan fashizm tushunchasidan ham ancha kengroq va chuqurroqdir. Men yashaydigan New York shahrida jahon yetakchilari aynan shu Xabat Lyubavich sinagogasida uchrashib turishadi. Esingizdami? Yaqinda New Yorkda Yahudiy tunnellar haqida gap so'zlar bo'lalagan edi. Odamlar xuddi Super Mario o'yinidagi kabi yer osti lyuklarini ko'tarib chiqib kelishayotgan edi. O'sha tunnellar aynan o'sha sinagogaga ulangan bo'lib chiqdi. Lekin biz birorta ham jiddiy tekshiruv ko'rmadik. Ba'zilar u yerda qonli matraslar topilgani haqida suratlar chiqarishdi, lekin keyin hammasi bosti bo'lib ketdi. New Yorkning istalgan joyiga qarang. Yo'l belgilarida, svetoforlarda Ravin Schneersonning rasmi tushirilgan va Mashiach xaloskor hoziroq kelsin deb yozilgan posterlar osilib turibdi. Bu narsa ko'z o'ngimizda turibdi, lekin buni bir og'iz tilga olsangiz, sizga qarshi uyushdan holda hujum boshlanadi. Shuning uchun ham menimcha siz haq ekansiz. Ko'p odamlar Isroilliklar yoki sionistlar deb gapirishadi, lekin bu shunchaki ancha murakkabroq bo'lgan tizimni tushuntirish uchun ishlatiladigan sodda so'zlar xolos. Epstein fayllarga qaytadigan bo'lsak, sizning Jared Kushner haqidagi tahlilingiz juda o'rinli. U Trumpning qizi Ivankaga uylangan. Trumpning Ivanka haqidagi eski videolarini va bergan intervyularni eslang. Epstein bir safar Trump men ko'rgan eng yovuz odamlardan biri deb aytgan edi. Trump esa o'z qizi haqida, agar u qizim bo'lmaganida, balki u bilan uchrashgan bo'lardim degan gaplarni aytgan. Agar Epstein uchun Trump eng yovuz odam bo'lgan bo'lsa, u holda bu yerdagi shantaj mavzusi siz ma'ruzalaringizda aytgan frankizm bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni ota o'z qizi bilan birga bo'lish kabi eng razil ishlar haqida gap ketyapti. Ularning matfikrasiga ko'ra eng og'ir gunohlarni qilish orqali ilohiylikka erishish mumkin emish. Chunki ularning fikricha Xudo gunoh qilishga qodir emas, inson esa qodir. Shuning uchun gunoh qilish orqali Xudodan o'zish mumkin deb ishonishadi. Ba'zilar sizning masonlar va frankistlar haqidagi tahlillaringizni shunchaki e'tiborni chalg'itish deb aytishadi. Yo'q, bular shunchaki bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan va yagona bir maqsadga, yer yuzida buzuqlikni ko'paytirib, o'zlarining soxta xaloskorini, dajjalni olib kelishga xizmat qiladigan guruhlardir. Ha, aynan shunday. Endi men nima qilmoqchiman? Agar ruxsat bersangiz, o'sha esxatologiyani, ya'ni oxirat ta'limotini birma-bir ko'rib chiqsak, toki odamlar aslida nima bo'layotganini tushunib yetsin. Albatta, eshitaman. Yaxshi. Demak, biz birinchi navbatda Kabbala nimaligini anglab olishimiz kerak. Men hozir tushunarli bo'lishi uchun Kabballaning soddalashtirilgan variantini tushuntirib beraman. Bu o'sha mistika va sehrgarlik kitobimi? Hamma narsa shundan kelib chiqqan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Kabbala nima qiladi? U Tavrotni, ya'ni eski ahdni oladi-da, uni gnostik va germetik falsafa prizmasi orqali qaytadan talqin qiladi. Ularning tushunchasida butun dunyo bu ong mahsuli.
Xudo esa hamma joyda va hamma narsada mavjud. Keling, Kabballaning amaliyotdagi bitta misolini ko'raylik. Masalan, Odam ato va Momo Havvo qissasini olaylik. Bu qissadagi eng katta savollardan biri shuki, nega Odam va Havvo Xudoning gapiga kirmadi? Bu sirli savol. Kabballaning bunga javobi esa quyidagicha. Dunyoda ikki xil kuch bor. Birinchisi Xudo, ikkinchisi biz, ya'ni u yaratgan maxluqlar. Xudo bu muhabbatning ko'rinishi, ya'ni berish irodasi. Xudo saxovatli, lekin biror narsa berish uchun beradigan narsasini qabul qiladigan biror kimsa bo'lishi kerak. Shu tariqa Odam Kadmon yuzaga keladi. Bu dunyo ruhi, ilk yaratilish. Odam Kadmon bu olish irodasi, chunki Xudo uni shunday yaratgan. Lekin muammo shundaki, biz ko'rib turgan dunyo bu sof ego, ya'ni manmanlikdan iborat. Agar siz egoist bo'lsangiz, boshqalarning harakatini hamisha noto'g'ri talqin qilasiz. Shuning uchun Odam Kadmon Xudo nima uchun unga hamma narsani berayotganini tushunmagan. Buni mana bunday tasavvur qiling. Sizning bir do'stingiz bor, u sizni juda yaxshi ko'radi va sizga saxovat ko'rsatmoqchi. U minglab dollar sarflab eng zo'r taomlarni tayyorlaydi va sizni uyiga taklif qiladi. Siz u yerga borib, dabdabali ziyofatni, eng sarxil ovqatlarni ko'rasiz. Shunda siz xijolat bo'la boshlaysiz. Men bunga loyiq emasman yoki buning maqsadi nima? Mendan pul so'ramoqchimi? Nimalar bo'lyapti o'zi? deb o'ylaysiz. Xuddi shunday Odam Kadmon o'zining sof egosi, ya'ni olish irodasi bilan ilohiy nurni to'liq qabul qila olmaydi. Natijada bu nurning to'kilib ketishi boshqa dunyolarni yuzaga keltiradi. Odam Kadmon 600 mingta ruhga bo'linib ketishga majbur bo'ladi. Bu jarayonni ular dunyoning sinishi deb atashadi. Mana shu joyi juda muhim. Yahudiylarning roli o'sha 600 mingta ruhdan biri bo'lishdir. Ularning tushunchasiga ko'ra, biz, ya'ni yahudiy bo'lmaganlar, insoniy ruhga ega emasmiz. Bizda shunchaki hayvoniy ruh bor xolos. Ular esa haqiqiy insoniy ruhdir. Shuning uchun ular nima qilish kerak? Ular o'sha 600 mingta ruhning barchasini Isroil davlatida jamlashlari va keyin o'zlarini najotga, ya'ni redim olib chiqishlari kerak. Najot topish degani Xudoga mutloq itoat qilish, Xudo sof muhabbat ekanini anglash va uning nurini to'liq qabul qilish demakdir. Ya'ni bu tanlangan xalq va ularning Xudosi o'rtasidagi ittifoqni qayta tiklash va shu orqali dunyoni ta'mirlash, ya'ni repair the world rejasi. Aynan shuning uchun ham ular Isroil davlatini qurishlari, butun dunyodagi yahudiy diasporasini u yerga qaytarishlari shart. Va eng dahshatlisi, ular Pax Judaica, ya'ni yahudiylar tomonidan o'rnatiladigan oxirat tizimini o'rnatish uchun mavjud dunyoni vayron qilishlari kerak. Chunki ularning e'tiqodiga ko'ra, Xudoning xohishi shuki, yahudiylar dunyo ustidan hukmronlik qilishlari lozim. Chunki ular inson, biz esa hayvonmiz. Mana shu ularning ongiga o'rnashgan asosiy esxatologiya. Va buni bugungi kunda Sabbatain Frankis haykati, ya'ni hozirgi Chabad Lubavitch oqimi eng faol targ'ib qilmoqda. Man sizning Odam ato va Momo Havvo haqidagi ma'ruzangizni ko'rgan edim. Unda Momo Havvo aslida Xudo bilan emas, balki shayton bilan gaplashgani va hamma narsa teskari, ya'ni invert bo'lgani haqidagi g'oyani aytgan edingiz. Bu teskarilik, ya'ni inversion, satanizmning asosiy asosi, ya'ni hamma narsa teskari ko'rsatiladi. Islomda biz Dajjal, ya'ni Antikrist o'zini Xudo deb da'vo qilishiga va jannat bilan do'zaxni teskari taqdim etishiga ishonamiz. Ya'ni uning do'zaxi aslida jannat, jannati esa do'zax bo'ladi. Kim bunga aldanib qolsa, hayotidagi eng dahshatli xatoni qilgan bo'ladi. Shu manada degan narsani tushuntirib bera olasizmi? Chunki buni tushunish juda qiyin bo'ldi. Sizningcha bu tushuncha Xudodan ham ustunroqmi? Siz yana monoteistik, ya'ni yakka xudolik dinlar, yezuitlar ordeni va Bibliyadan olib tashlangan kitoblar haqida gapirgan edingiz. Aytishingizcha, bu orqali nefilimlar, ya'ni bahoybat maxluqlar, insonlarning farishtalar bilan qo'shilishi va yer yuzida yarim xudolar bo'lgani haqidagi faktlarni yashirishmoqchi. Odamlar hatto sahrolarda o'sha zombilarni, ya'ni qadimiy jasadlarni topishganini aytishadi. Vaziyat juda g'alati tus olyapti. Man odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin sizning ishorangiz bo'yicha monoteizm aslida odamlarni nazorat qilish mexanizmi bo'lib, u insonlarni Xudoga emas, balki shaytonga sig'intirishga qaratilgan emish. Chunki biz yashayotgan dunyoni go'yoki Xudoni yaratgan boshqa bir shaxs, ya'ni kuch yaratgan emish. Xo'sh, bu juda murakkab masala. Bu yerda teologiyaning, diniy ta'limotning bir necha xil qatlamlari bor. Buning sababi esa odamlarni tabaqalarga ajratish. Goyinlar, ya'ni yahudiy bo'lmaganlar uchun alohida bir esxatologiya bor. Yahudiylar uchun boshqasi. Va eng ichkaridagi yadroning, ya'ni haqiqiy qudrat egalarining o'z maxfiy rejasi bor. Eng ichki qatlamdagilar shunga ishonishadiki, bu dunyoda aslida yovuzlik ham yo'q, shayton ham yo'q.
Bular shunchaki o'ylab topilgan tushunchalar. Mavjud bo'lgan yagona narsa bu manada. Xudo bu koinotdagi cheksiz mehribon, kechirimli va saxovatli kuch. Yovuzlik esa odamlarni yaxshiroq nazorat qilish uchun o'ylab topilgan cho'pchak xolos. Ularning fikricha, biz imkon qadar tezroq o'sha ittifoqqa, reunionga qaytishimiz kerak. Buning ikki xil yo'li bor. Birinchi yo'li hamma o'zini isloh qilishi, yuqori onga erishishi va Xudoning qudratini qabul qilishi. Nasroniy teologiyasida buni Masih ongi, Christ consciousness deb atashadi. Bu bir yo'li, lekin bu juda uzoq va sekin kechadigan jarayon do'stim. Ikkinchi yo'li esa dunyoni vayron qilish. Dunyoni to'liq gunohga batishga majbur qilish kerak. Shunda Xudo aralashishga majbur bo'ladi. Ya'ni birinchisi sekin yo'l, hammani kamolga yetkazish, ikkinchisi tez yo'l, dunyoni sindirish, toki uni ta'mirlashga ehtiyoj tug'ilsin. Ular shunday deyishadi. Faqat eng quyuq zulmatdagina eng yorqin nur porlashi mumkin. Mana shu narsa hozirgi bo'layotgan ishlarni tushuntirib beradi. Nega ular voqealarni bunchalik tezlashtirishyapti? Nega quruqlikdagi operatsiyalar, urushni kengaytirish, majburiy harbiy xizmat haqida gapirishyapti? Chunki ular Messiyaning, xaloskorini kelishga majbur qilish uchun dunyoning halokatini tezlashtirmoqchi. Bu o'sha ichki yadroning rejasi. O'rta qatlamdagi maqsad esa Pax Judaica, ya'ni Yaqin Sharqda Isroil mutlaq dominant davlat bo'lgan abadiy tinchlik o'rnatish. Shunda Isroil dunyoning moliyaviy, texnologik, harbiy va savdo poytaxtiga aylanadi. Eng tashqi qatlam uchun esa buni yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi jang va Isoning qaytishi deb tushuntirishadi. Masonlarga qarasangiz, ularning asosiy falsafasi ham Kabalaga tayanadi. Shuning uchun ham masonlik va Xabat Lyubavich aslida bir-biriga juda mos keladi. Qanday qilib deysizmi? Masonlar ramziga e'tibor bering. Burchaklik, sirkul va G harfi. G harfi nimani anglatadi? Ularning aytishicha bu God, Xudo yoki geometriya. Lekin 19-asrda yashagan zamonaviy masonlikning asosiy me'mori Albert Pikening Morals and Dogma kitobini o'qisangiz, haqiqat boshqacha ekanini ko'rasiz. Aytgancha, hozirda odamlar masonlikdan ko'ra ko'proq Rosencreuserlar, ya'ni Rosicrucians yoki Templierlar, ya'ni Templars nomlarini ko'proq ishlatishyapti. Masalan, hozirgi mudofaa vaziri Peter Hegseth ham Templierdir. Biz buni uning tanasidagi salbchilar, ya'ni Crusaders va Golgotha, ya'ni Calvary tatuirovkalaridan bilamiz. O'sha tatuirovka bormi? Islom eskatologiyasida aytilishicha, aynan mana shunday narsa Dajjalning peshonasiga yozilgan bo'ladi va mu'minlar buni ko'rib, uning kimligini darrov bilib olishadi. Hatto Suriyadagi mojarolar paytida Amerika tanklariga ham mana shunday belgilarni yozib olishgan edi. Ha, bu odamlar o'ta jiddiy. To'g'rirog'i, ular o'ta darajada aqldan ozgan jiddiy odamlar. Mayli, davom etamiz. Xullas, o'sha Albert Pike aytadiki, G harfi ham Xudoni, ham geometriyani anglatadi. Lekin u yana bir narsaga ishora qiladi. Bu generativ kuch, yaratuvchi kuch. Endi shu 3 ta so'zni birlashtiring. Geometriya Xudoni generatsiya qiladi, yaratadi. Geometriya orqali yaratilgan Xudo. Xo'sh, natijada nima hosil bo'ladi? Natijada sun'iy intellekt hosil bo'ladi. AI hosil bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, milliy xavfsizlik apparati sun'iy intellektdan foydalanib, yagona dunyo hukumatini qurmoqchi va buni go'yoki Isoning qaytishi kabi taqdim etmoqchi. Masalan, Joe Roganni oling. Balki ko'rgandirsiz, u bir podkastda, o'zi u boshqalarning podkastiga deyarli chiqmaydi. Iso bu sun'iy intellekt ko'rinishida qaytishi mumkin deb aytdi. Ha, men ham buni ko'rganman. Google'dan qidirib ko'rgan edim. Xo'sh, nega Joe Rogandek aqlli odam bunaqa bema'ni gapni aytadi? Nima keragi bor edi buni? Axir men uning podkastlarini doim eshitaman. U o'z ko'rsatuvlarida hech qachon bunaqa gaplarni gapirmaydi. Bu uning xarakteriga mutlaqo zid. Demak, u boshqa ko'rsatuvga aynan mana shu g'oyani, ya'ni Isoning sun'iy intellekt bo'lib qaytishi mumkinligi haqidagi fikrni odamlarning miyasiga singdirish uchun maxsus borgan. Bundan tashqari, Peter Thiel kabi shaxslar sun'iy intellekt yordamida qadimgi Shumer demonlarini, jinlarni chaqirishmoqchi degan gaplar ham yuribdi.
Ya'ni sun'iy intellekt bu odamlar hali to'liq anglab yetmagan ulkan bir oxirat rejasining bir qismi. Buni adalaning maqsadi Quddusda yagona dunyo hukumatini o'rnatish. Sun'iy intellekt orqali butun dunyoga tinchlik va farovonlik olib keladigan texnokratiya davlatini qurishmoqchi. Albert Pike bir iborani ishlatadi. Tarixning yakuniy maqsadi muqaddas aql imperiyasidir. Xo'sh, aql deganda ular nimani tushunishadi? Ular uchun aql bu mutlaq itoatkorlikdir. Keling buni bitta misolda tushuntirib beraman. Bu juda muhim. Sun'iy intellekt va haydovchisiz avtomobillarni oling. Hozircha mukammal haydovchisiz avtomobil yaratishning iloji yo'q. Nega? Chunki tizim hech qachon inson niyatini yoki human intention'ni hisobga ola olmaydi. Masalan, yo'lda haydovchisiz mashinalar ko'paysa, daromadidan ayrilgan yuk mashinasi haydovchilari yoki Uberchilar g'azabga minadi. Ular nima qiladi? Ataylab o'sha aqlli mashina bilan avariya sodir etadi va Tesla'ni yoki boshqa kompaniyani sudga beradi. Siz qanchalik dastur tuzmang, insonning ichidagi bu yomon niyatni oldindan bilib bo'lmaydi. Xo'sh, bu muammoni qanday hal qilishadi? Muammoni bitta yo'l bilan hal qilish mumkin. Dunyodagi har bir mashinani haydovchisiz, robot qilish orqali. Ya'ni insonning mashina haydash ixtiyorini, avtonomiyasini butunlay tortib olasiz. Shunda mukammal dunyo hosil bo'ladi. Avariyalar yo'q, hamma tezlikni saqlaydi, mast bo'lasizmi, yo'qmi farqi yo'q. Mashina o'zi manzilinga olib boradi. Qarang, qanday chiroyli, o'limsiz, baxtli dunyo, shundaymi? Pax Judaika orqali ham aynan shuni qilmoqchi bo'lishyapti. Ular inson irodasini, insonning erkin tanlovini yo'q qilmoqchi. Chunki inson irodasi bor ekan, u o'sha muqaddas aql imperiyasini buzib tashlashi mumkin. Ular bizni mutlaq itoatkor, mukammal toshlarga aylantirmoqchi. Toki bizdan o'zlarining xudosi yashaydigan ibodatxonani qursinlar. Shunday qilib, ular Xudo bilan birlashib, yer yuzida o'zlarining jannatini qurmoqchi. Ularning yakuniy maqsadi mana shu do'stlar. Ha, ular bizni davlatga butunlay qaram qilib qo'ymoqchi, toki bizda hech qanday nazorat qolmasin. Sun'iy intellekt bu rejaning ajralmas bir qismidir. Hatto hozir ko'rayotganlarimiz sun'iy intellektli ma'shuqalarning, AI girlfriendslarning paydo bo'lishi ham shunga xizmat qiladi. Endi sizga tirik inson bilan munosabat qurishning keragi bo'lmay qoladi. OnlyFans va sun'iy intellekt yordamida yaratilgan pornografiya insonning jinsiy ehtiyojlarini qondirish vositasiga aylandi. Dopaminga, ya'ni insoniy muloqotga bo'lgan har qanday ehtiyojimiz endi turli xil texnologik narsalar bilan to'ldirilyapti. ChatGPT bunga yorqin misol. NYU Yorkda shunaqa ko'p ayollar borki, ular o'z muammolarini tasdiqlatish uchun aynan sun'iy intellekt bilan gaplashishadi. Chunki ular na terapeutdan, na do'stlaridan bundan yaxshiroq javob topa olmasliklariga ishonishadi. Xullas, maqsad davlatga butunlay qaramlik. Va ko'rib turibsizki, Sam Altman ChatGPT ga egalik qiladi. Bu shunchaki biznes emas, bu o'sha biz gapirayotgan ulkan loyihaning bir bo'lagidir.